Bir hafta oldin xo'jayin pul oluvdim. Kerak bo'lib qoldi. Ona bilan masalar yo'q edi. Dori pul kerak edi. O'shanga hozir endi srochni ketishim kerak. Banisiga olmasam bo'lmaydi. O'z bilasiz, bo'lib turadi. O'shan xo'jayin pul bermayapti hozir. Birinchi qarzim yo'q, keyin ketin pasportlarimni olib qo'yishgan aka. Hop, pasportingizni olib qo'yib, nima qarzingiz to'ladi otdi. Qarzing to'ladi, keyin ketasan deydi. Ketmasam bo'lmaydi. Nimaga yani so'kish? Qishloqingizdan. Qarolingiz nechi? Qarang, uni aniq qiling, bo'ldi. Nima unaqa pasportingizni ham olib qo'ygan. Hozir ketmoqchi bo'lsangiz, keta olmaysiz, pasportingizni qaytarib olishingiz kerak. Hozir bu nech pul olasiz? Aka, men sizga nimadir deyishgan. Hozir 100 dollar bilan ishingiz bitadimi? Onani oldinglar borasiz. Mana 5 oling. Bo'ldi, aka, mana shu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben 1,5 milyon aka. Sani. Aka, ben 5 oling. Aka, men to'g'risi ona uchun, siz uchun ham. Erkek yurgan boshingni ko'tarib sindirib o'rmagan o'zingni axir sana nomin erkek. Bilaman ketding qiynalib mas'uliyat va muammolarni ko'tarib yuribdi yelka.